mana shu iqtisodiyot, turizm va biznesni boshqarish, mamlakatni rivojlanishiga ta'siri mavzusidagi xalqaro ilmiy anjumanga tashrif buyurganlaringizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugungi tadbirning asosiy maqsadi bu O'zbekistonda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarning eng dolzarb masalalari bilan bir qatorda bugungi kunda jahonda rivojlanib borayotgan zamonaviy va noan'anaviy ilmiy amaliy ishlar bilan tanishish, tashkiliy, huquqiy va ijtimoiy iqtisodiy asoslarini va yo'nalishlarini belgilash. Shuningdek, bu borada fan, ta'lim va ishlab chiqarishda klaster tizimini rivojlantirish asosida kadrlarni tayyorlash, ularni qayta tayyorlash va malakasini oshirish yuzasidan ilmiy, uslubiy va amaliy taklif va tavsiyalarni ishlab chiqarish, soha olimlari orasida bilim va tajribalar almashishni ta'minlashdan iborat. Rivojlangan mamlakatlar nima qilyapti? Tabiiy boylikni saqlaydi. Uni o'rniga nima qiladi? Aqlli patent, know-how, yangi narsalar yaratadi. Uni butun dunyoga milliard qilib kopiya qilib sotadi. Rivojlanayotgan mamlakatlarchi, mana O'rta Osiyo mamlakati, O'zbekiston demayman, u yerman. Nima qilyapti? O'zlarini gaz o'zlarini, tilla o'zlarini yer boyligini olib borib berib, shuni kopiyasini olib ishlatyapmiz. Etishinglar mumkin. Olmay qolaydi. Bizda ham mana Umrzoq O'ktam Pardayevning bor o'qigan borganida Aknazar fan bori Farruh. Xudoshi bo'ldi. Joyga bor o'qimman deb, rektorman, akademikman. Dars hayron bo'lishdi, nima qilish betdi deydi. Hali o'qigani keldim dedi. Dars Islom gençliğe yetibdi, okamniki. Saydaqron ne ketdi? Saydaqron o'qigani ketdi. Shoqqa qilgan ketgan bo'lsa kerak degan ekan. Mayli. Kechiravamiz hamma narsani. Lekin sudga borganimda bir haftada qaytaman deb o'yladim. 3 oy o'tirdim, o'qib o'shatdim. O'qiganda ham sudda nimani ko'rdim? O'sha yerda programma olib keldi, Jahon banki. Format поставь, бухгалтерский. O'shalarni nasionalniy, международный, gazantarga to'g'ri kelmasa, bizani ham qabul qilmadi. Murojaatni keyin bitta konferensiya qildim men. Go'shu chaqirdim Go'ssovetni buyoqqa. Mirak Barachavov rahmatli bo'lsa, безопасность buyoqqa keling dedim. 6 Go'ssovetni chaqirib shaharda katta konferensiya qilganda aytdim. Agar biz shularga kirmasa o'sha sistemasi, bizda dedim Swiftga o'xshagan. Biz hech narsa kredit ola olmaymiz dedim. Mana endi dunyo hamma yoq ko'ryapti, navbat raqamlashtirish bo'lib ketdi. Endi qanaqa buni narsalarni muammolarni hal qilish mumkin degan savol paydo bo'ladi. To'g'rimi? Hamma aytishi mumkin. Kelajak yillikka saqlab qolish hisob kitob qilayotganimiz yo'q. Juda tezlik bilan tabiiy resurslarni ishlatyapmiz. Mana akademik To'qliyev hozir aytdilar, bu tupikoviy yo'ldir. Shuning uchun minimal ishlatib, yalpi ichki mahsulotni o'sishi emas, odamlarga ta'siri buni. Real daromadlar o'sishini, oziq-ovqat xavfsizligini hal qilish kerak, tushuntira oldimmi? Bu gonkasi yalpi ichki mahsulotga eski texnologiyalar har doim katta zarar keltirgan, hamma chiqindiga aylanib ketadi. Qolaversa mana innovatsiya, hozir yana aytdi, ilm-fan. Muhtaram prezident har gal qaytaradi, ilm-fansiz bironta sohani rivojlantirib bo'lmaydi deydi. Qayta. Ammo kelganlardan keyin 0,1% dan yalpi ichki mahsulotning ulushini hozir 0,5% ga ko'tarildi, 0,5. Lekin Izrail 5,5%. Koreya 5-3% solishtirib ko'ringlar, tushuntira oldimmi? Oxirgisi albatta bu model. Не навреди человеку, не навреди природе. Odamga zarar yetkazmasdan iqtisod tashkil qil и tabiatga zarar yetkazmasdan. Shu modelni ushlash kerak edi. Ko'pincha o'qitayotganda shuni miyasiga qo'ymaymiz. Arab Emiratlari уже bog'chadan boshlab yashil iqtisodiyotni sun'iy intellektni o'rgatish boshlash, bog'chadan boshlab. Miyasiga qo'yib boryapti-da. Alohida bo'lmasin deb. Endi bu yerda ko'p
давно перестал быть лишь сферой досуга. Сегодня это мощный катализатор экономического роста, развития инфраструктуры, малого и среднего бизнеса, а также создания рабочих мест. В Узбекистане за последние годы, благодаря поддержке на самом высоком уровне, туризм стал одним из приоритетов.